shu Ahil mahallasida fuqarosiman. Familiyam Ergashev Anvar Sag'atovich. Ko'p yillardan beri shu mahallada istiqomat qilaman. Mahallamiz obod, chiroyli, hamma joylarida mahalla raislari, mahalla faollari, hokimiyat ahli kelib doimo bizdan xabar olib turadi. Mana shahar hokimiyatiga, tuman hokimiyatiga murojaat qiluvdik. Rahmat, shunchalik murojaatimizni yerda qoldirmay, mana hozir ko'chalarda chiroyli mana asfaltlar boshlandi. Shu yerda mana bog'chaga, maktabga boradigan navallarimiz ham, bolalarimiz ham xursand, mana hammasi kelib shu yerda asfalt bo'layotganini ko'rib, hamma xursand bo'lib ko'rib turibdi. Rahmat, bunga bosh bo'lgan hokimga ham, shahar hokimiga ham, mahallamiz raisi ularga ham kattadan katta rahmat. Bunga bosh bo'layotgan prezidentimizga xalqimiz nomidan, mahallamiz aholisi nomidan kattadan katta rahmat aytamiz. Doim minnatdormiz. Doimo sog' salomat bo'lsinlar. Bunaqa ishlarga ham ko'p bosh bo'lib turaversinlar, omon bo'lsinlar.